Okam har kuni telefon qilib shu mashinadan so'rayotgandingiz. Mana sotuvga keldi. Mashinamiz 2026-yil restayling varianti bo'ladi. Salon qismlariga e'tibor bersangiz bo'ladi. Bolalarni bog'chaga olib borib kelib yurishga zo'r ham variant bo'ladi. Mashinamizning batareykasi bu litioniy. Bitta zaryadka bilan bu qish kunida 100 km, yoz kunida bo'lsa, bahorda yozda 150 km yurayotgan ekan. Tayinlovkalar bor, litioniy batareyka, orqa salonlarni qaranglar. Mashka nevaralarni, farzandlarni o'tkazib, bog'chaga, maktabga olib borib, magazinlarga borib yurishga mazza. Buni pechkalari ham ishlayapti, qo'shluklari bor. Bu mashinani 2 oy ichida sotib olmoqchi bo'lsangiz, Ishbor Telegram kanalimizga kirsanglar, o'zingizga zo'r ish topib turib, 2 oy, 1 oy ichida ham sotib olishingiz mumkin. Mashinamizning narxini egalari $2650 so'rashyapti. Sizlarda ham mashina sotiladigan bo'lsa, Mashina bozorim Telegram, Instagram kanaliga murojaat qilsanglar, mashinani tez va oson sotib beramiz.